Assalomu alaykum. Toshko'mir tuvanlar, jamat, tinchlar va el-jur tomon tinch o'tiradi. Shu tutgan ro'zalar qabul bo'lsin. Shu dunyo zindonligini bilaymiz. Ro'zalarini Alloh taolo bag'at olsun. Ro'zalarni qabul qilib, bilib qilgan gunohlarimizni Alloh taolo o'zi kechirsin. Ey Allohim shu bag'at olsa tinchlik, amanchilik bersin, din sog'lik bersin, shu el yuzga amanchilik bersin, shu osmon bilan yerning o'rtasına kelgan falokatlardan, uruq-surqolardan saqlasin. Shu biraz jamoatga, shu urug' tuvanlarga qaylarim. Biraz chiqimlar bo'lyapti, o'shaga aqcha yetishmay qoldilar. Shu Murat imomga qaylatilam, shu jumada jamoatga qaylib biroz so'z aytsa. Shunday tuvanlarga yordam berib qo'ysa shu. Biraz yordam bo'lsa, Xudo xolasa ertaga sport operatsiya olsa, shu yaxshi ayirib chiqib ketib Alloh taolo barchasiga yordam bersin. Shu jamoatdan, shu Toshko'mir elidan yordam so'raydilar. Yordam berib qo'yishar.